Amur Temur taratgan ziyo, ul yurt erur, ul Qashqadaryo degan. Bu Qashqadaryodan ne polvonlar chiqqan yurt. Yurtimizni dunyoga tanitgan polvonlar chiqqan yurt Qashqadaryo. Toshkentda ikkita odam urushib qolsa, nimaga sen buni so'kding? Sen nepraf ekansan deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, nima bo'ldi deb. Sen nepraf ekansan, uzr og'ayni bilmay uribman-da, teskariroqda san. Aqli bor san'atkor Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Qashqadaryoga aqli bor san'atkor ikkita narsa olib bormasligi kerak. Biri telix, ikkinchisi raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi-da. Shu telixni ko'rsa bir g'ash keladimi? Endi telixlarni yurtiga ham telix olib boradi. Shu telixni ko'rsa, yaxshimisiz, mazali yaxshimi? Bir minutga mumkinmi? Shu shug'ullangan bo'lsangiz kerak, baquvvat bo'lsangiz kerak, ha? Orqalarga ham saltala qilasizmi? Bo'yinchalaringiz baquvvat-ku, ha? Telixni o'zi bitta telixga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz, oxirida qaytarib bermaydi-da bular. Qo'yavering, shu ertalab salomni ham sallarni o'tkazib ketadi.